Acaba shunchalik kichik ishni dadam qilib beramidi? Undoq o'ylamoqchi. Kunlaringiz guldimi güzel bo'lsin ada. Rahmat. Qatim ada sizga mushu hikoyani so'zlab bergim bor ekan, ko'nglim yerim bo'lib ketarmi deb uni o'ylab, uni boshqa do'stlarning oldiga mushu hikoya chiqsa, meni boshqacha o'ylab qolarmi degan narsam paydo bo'ldi. Inson degan o'zining faqat mukammal taraflarini ko'rsatgisi keldiganchu, boshqalarning meni yaxshi taraflarimni, go'zal taraflarimni ko'rsatga deb o'ylab ekanman. Lekin bu kichik hikoya bo'lgani bilan mushu kichik hikoyaning kayniga yoshirilgan to'g'ri bir ma'nolarni o'zim orqali boshqalarga yetkazishim kerak ekan deb o'yladim. 2022-yil 6-oyning 4-kuni dadamdan ayrilib qoldim. Dadam shu bir kashda uxlagan peti uyg'onmay ketib qoldi. Dadam hayot vaqtida sizning naqshlaringizni shunchalik yaxshi ko'radi. Dadam yashnab qolgan bilan bak shu o'sha yuradigan odam uchun shundoq chiroyli sochlari, shundoq chiroyli kumush rang, alohida mehr muhabbat bilan shundoq qizg'in suyatdi. O'zining shu arjilari bordi. Sizning naqshingizni har kun degidek anglaydida, dadamning yonida sizning hamma naqshingiz bor. Endi dadam tugab ketishdan bir necha oyning oldida, "Bolam, sen menga sanavaradangning taklarim degan naqsini evatib bergan bo'lsang" dedi-chu. Deganda, "Ama qildi-da, bo'ldi men ativat beray, o'g'ini evatib beray" deb yuraveribdi men. Unutib qoldim-da. Unutib qolib, undan keyin shu 6-oy bo'ldi. 6-oyning 2-kuni o'g'limning tug'ilgan kunida dadam menga bu taklifni yana dedi-chu. "Bolam, ajab ne chiqdim desam, evatib bermiding shu sanavaradangning shu naqsini boshqa hamma naqshlar boshini bir evatib beradi" dedi. Deganda, yana bo'ldi-da men ativat beray, o'g'ini evatib beray deb bolamning tug'ilgan kuni bilan bo'lib ketib, u ish bilan bu ish bilan unutib qoldim men. Unutib qolib shu dadam tugab ketishdan 2 kun burun qishda 6-oyning 4-kuni saharda xabar keldi. Hayotimdagi eng cho'ng bir afsuslanadigan ish qaysi desa, men mushunday degan. Men endi ada cho'nglar bizdan katta yoki cho'ng ishlar talab qilib ketmaydi ekan. Oddiy ishlar, kichik ishlarni talab qildi ekan. Endi men u naqshini 100% topa olmayman. Sizga desam, men birdan ilatib bersiz ada. Men sal qarabman. Ativat bersam bo'ldi, o'g'inlik evat bersam bo'ldi. Men qachonla evat bersam ulgurdi-ku deb o'ylab qopdim. Lekin ati bilan tasodifiylikning qaysining baldir yuz berdiganligini bilmaydi ekanmiz. Dadamdan shu 6-oyning 4-kuni ayrilib qoldim. Endi eng cho'ng afsuslanadigan, ko'nglim yerim bo'ldigan ish shu. Endi dadam biz uchun nimalarni qilmadi farzand uchun. Shunda bir kichik talabni desam, men nima o'rin deyolmadim deb. Mushtaq aqlsiz bo'lib qoldi ekanman. Men qila olmayman deb o'ylab oddiy qoldim. ishdan bunchalik o'zingizga bundoq bir cho'ng o'kindigan ish bo'lib ketdi deb adam hech kim o'ylamagan. Ammo siz degandek u naqsha birdan tepildigan naqsha. O'ylab boqmadingiz ekan. Biz hech qaysimiz o'ylamadik. Sizning shundoq qalbingiz shuncha kangri, aqlli bo'lgani uchun men mushu misol orqali hada ekran orqali, to'r orqali ota-onalar hayot bo'lgan yeni singillar, mayli do'stlarga oddiy ishnimi sal qarmasliklar. Manga o'xshash shundoq bir o'kinish bo'lib qolmay, oddiy ish ustidan. Ular bizning cho'ng narsani talab qilmayotgan, shunday oddiy narsani talab qildi-ki, biz shu oddiy ishlarni sal qarab qolmaymiz. Ota-onasi hayotlar, ota-onalarning shundoq qadriga yetsa deb tunugun. Men mushuni o'ylab edim, shu misolda mening mush suhbatni bir degim keldi degantingiz. Dedim-ku, men yashimni to'xtata olmay qoldim. Gaplaringizni anglab deb. Shu ota-onasi hayot do'stlarimizning, qarindoshlarimizning, inson-singlarimizning mushundaq bir kichik ishlarga ota-onasi uchun har vaqt ho'shyor tursa bo'ldi ekan. Ashlarni kichik ishlardan rozi qilib maqsa bo'ldi ekan. Hada shu mening o'zim beshimdan o'tgan ish. Nemişte bir söze payım geldi. Bu jürgünüz, bu oyunuz hakikaten nayet isim faziletiniz bo'lgan. Bir tal misal orqali biz necha 10 ming do'stlarimizga, inson-singlarimizga dars beramiz degan gap. Shunga sizni shu davomli deyman Gulshan kom bek yaxshi ko'rmas, bek aqlli deb. Endi bu hikoyadan endi birinchidan nimani es qildim desangiz, xalqning sizni qanchalik yaxshi ko'rdiganligi. Chunki dadam shu bir xalqning a'zosi shundaq-ku. Mayli dadam demak. Mening eng yaxshi tomoshabim bundan qo'lchingiz deydi dadam. Shu dadam demaklar bo'lsin, yoki men demaklar bo'layli va yoki bizning kichiklar bo'lsin. Hammamiz sizning naqshlaringizni yuragimizdan yaxshi ko'rmizda. Chin yurakdan chiqqan naqshlar, ya'ni chin yurakka tegadi deb buni es qildim. Ikkinchidan, bu vaqtda biz qila olamiz deb o'ylaydi ekanmiz. Yana vaqt bor deb o'ylaydi ekanmiz. Ammo lekin u fursat chiq bo'lmaydi ekan. Ota-onlarimizniki hayot vaqtida ular uchun qanchalik qilsak bo'ladi ekan,
ketib qolgan chog'da qanchalik qilganimiz bilan, u haq uchun qilganimiz bo'ldi ekan, haqga ko'rsatganimiz bo'ldi ekan. Qanchalik yig'ilganimiz Hayot bilan, vaqtida. qaqshig'inimiz bilan o'rniga kelmaydi. Shunga kichik bir iltimoslar bo'lsa, kichik bir talablar bo'lsa, cho'qim qondirib menishimiz kerak ekan. To'g'ri, Bizdan to'g'ri. nima ketadi? Endi bir naqshni itib berish qanchalik ish deyadi. Men bek beyoron bo'lman, hozirgacha hayotimdagi eng cho'ng o'kinish shu dadam nima ishlarni qilib bermagan. Men ajab bir shunchalik kichik ishni dadam qilib beramidim. Undaq o'ylamoqchiman. Ammo Lekin men yani ko'nglimizda yerim qilg'im yo'q ekan. Haqiqatan undan keyin davomli shundaq mezmunlarni chiqirsiz chambarakka ko'rib men bu shundaq yurgim og'rib ketadi. Haqiqatan tuyuqsiz bo'lgan ish boshqa. Siz abay dedingizga ya og'rib yurgan bo'lsa, qancha aytdingiz, tuyuqsiz bo'lgandek. Qattiqlam esingizga keltirdingizda. Bulubmu yaqinlarimizdan ayrılgan şu daqiqada pek azoblanib ketmaydi ekanmiz-ku. Ayrılib bo'lgandan keyingi aslimilar qiynaydi ekan. Shunga ham mush aslimi orqali, ya'ni shu boshqalar mendek bir yilqi o'kinish qilsa, tunaga shuni dedingiz. Ishqi qilsa Ay, deb Gulshan ajab mushtaq o'ylabdi ha, deb bu nayt jonliq bir dars bo'ldi. Boshqa ota-onalarning hayot vaqti qadrlanglar. Bunda gap bunu ne verdi? Mavi misal orqali nayt jonliq, nayt amili bir misal bo'ldi. Desem ay demek